Qo'limda ushlab turgan tovar gabariti men uchun 1 millionga tushdi. Yaqinda menga shunaqa xabar keldi. Taqiqlangan tovarlarning ichida meni ham tovarlarim jo'natilayotgan ekan. Men rosa o'ylandim, men qanaqa taqiqlangan tovar zakaz qilgandim deb. Keyin esimga tushib qoldi. Ancha oldin men shunaqa Xitoydan tovar zakaz urgandim. E'tiborsizligim orqali bu tovar gabariti 1 millionga tushib ketishini bilmaganim sababli bu tovarga zakaz urganman. Xo'sh, bu qanaqa tovar va nima uchun gabariti 1 millionga tushdi? Buni детский коврик deymizmi, bilmayman. Buni yosh onalar tushunadi. Ammo buni kichkina variantini o'zimizda onlayn magazinlarda 300 mingdan ko'rgandim. Ammo esa buni original variantini Xitoydan 15 yuandan ko'proq narxga, ya'ni 30 ming so'mdan ko'proq narxga sotib olgandim. Va men bu tovar hech qachon oldin ko'rmaganim uchun xayolimda bu ko'p buklansa, unaqa katta joyni olmaydi deb o'ylagandim. Va o'ylaganimchalik ko'p buklanmaskan, shuning uchun katta joyni egallab yuborgan ekan. Lekin og'irligiga kelsak, juda ham yengil tovar. Yaqindagina esa men ishlatayotgan kargochilarda gabaritli tovarlarni atmen qilishdi, ya'ni 10 kilogramgacha bo'lgan tovarlarga siz gabaritga alohida to'lov qilmaysiz va shu sababli bu tovarni menga qaytadan jo'natib yuborishdi. Va men esa bu tovarga faqatgina kilogrammi uchun, ya'ni og'irligi uchun narx to'ladim xolos.